Kichik va o'rta biznes subyektlarini qo'llab-quvvatlash hamda tadbirkorlar faoliyati uchun qulay shart-sharoitlar yaratish maqsadida soliq organlari tomonidan viloyatimiz bo'ylab tadbirkorlar bilan ochiq muloqotlar tashkil qilinmoqda. Navbatdagi lavhamiz ana shunday tadbirlardan tayyorlangan. Yangibozor tumanida bo'lib o'tgan uchrashuvda viloyat soliq boshqarmasi boshlig'i ishtirok etib, soliq to'lovchilarning dolzarb muammolarini tingladi. Muloqotlarda o'rtaga qo'yilgan masalalarni chuqur o'rganib, hal etish yuzasidan aniq va samarali choralar belgilashga alohida e'tibor qaratildi. Ta'kidlash lozim, tadbirkorlar bilan yuzma-yuz muloqot nafaqat biznesdagi dolzarb masalalarni muhokama qilishga, balki davlat organlari va tadbirkorlik subyektlari o'rtasida samarali hamkorlik va ishonch muhitini shakllantirishga xizmat qilmoqda. Tumanda jami 1860 ta tadbirkorlik subyektlari toifalarga ajratilgan bo'lib, shundan 1844 tasi kichik, 13 tasi o'rta, 3 tasi yirik tadbirkorlik subyektlari hisoblanadi. Bu uchrashuvda tumandagi 50 dan ziyod tadbirkorlik subyektlari ishtirok qildi. Tadbirkorlar o'zlarining muammolari va takliflari yuzasidan fikr va mulohazalarni keltirib o'tdilar. Yechilishi lozim bo'lgan masalalar bo'yicha soliq boshqarmasi boshlig'i tomonidan har bir masalaga soliq xodimlarini biriktirgan holda qisqa va tez muddatda yechimini topish bo'yicha topshiriqlar berildi. Shuningdek, uchrashuvda tadbirkorlik subyektlari 2024-yil davomida topshirgan hisobotlari va byudjetga to'lovlari va ishchilar sonidan kelib chiqib, turli xil nominatsiyalar bilan rag'batlantirildi. Soliq boshqarmasi bu jarayonni davom ettirib, biznes subyektlariga yuzaga kelayotgan muammolarni tezkor hal etish, ularni qo'llab-quvvatlash va rivojlantirishga xizmat qiluvchi muhim platformani yaratishda davom etmoqda.